Assalomu alaykum va rahmatulloh. Qadrdonlar, Toshkent Motors Jag avtosalonida sotuvda mashinalardan Jag G7, Jag GS6, Jag M3 minivanlari, bu yoqda esa Jag yuk mashinalari ham bor bizda sotuvda. Hop, kimdir fermer xo'jaligi uchun, do'konlar uchun, optim yuk tarqatadiganlar uchun agar yuk mashina kerak bo'lsa, Jag X800 ning barcha turidan, hop, odam tashish uchun shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, Jag M3 lar tavsiya qilamiz. Hop, o'zingiz minib yurishingiz uchun video pastda ko'rdingiz, G7, GS6 hamda GS8 larimiz ham sotuvda bor. Mashinalar naqd pulga, avtokreditga, перечислениyaga sotuvda bor. Bular hammasidan emas, orasida va ba'zilarida rassrochkalari ham bor. Agar ma'lumotlar kerak bo'lsa, kimgadir mana shunaqa mashinada hop olaman deb yurgan bo'lsa, raqam yozib qoldiraman, bemalol telefon qilib bog'lansangiz, batafsil ma'lumotini aytib o'taman do'stlar. Mashinalar asosiy aytiladigan gaplaridan avtoehtiyot qismlar bor. Surxondaryoning o'zida har bir mashinaning o'zini servisi bor. Hop, hattoki gaz qo'yib beriladigan servislari ham tayyorlab qo'yilgan. Mashinalar sotuvda tayyor, hech qanaqa kutishda hojati yo'q. Ranglardan oq-qora metalik svetlardan bor mashinalarni bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Toshkent Motors Termiz filialida kutib qolamiz.